hunar haqida ham ozgina aytib o'tamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Inni ara ar-rajula la amala lahu fayasqutu min ayni va qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu." Ishi yo'q, qo'lida hunari yo'q kishini ko'rsam, deydi Umar ibn Xattob, uni meni ko'zimda qadr tushib ketadi. Har bir kishining qadr qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida Ansorlardan bir kishi tilanib keldi payg'ambarimiz oldiga. Hech narsasi yo'q, kambag'al odam. "Bir narsam bor uyingda?" "Bitta sholchamiz bor, bitta suv idishimiz bor" dedi. "Olib kel" dedi. Olib keldi. Rasululloh o'zini muborak qo'llariga olib, "Kim buni mendan sotib oladi?" Bir kishi, "Men 1 dirham beraman ya Rasululloh." "Kim ko'proq beradi?" deb 2 yoki 3 marta takrorladi. Shunda bir kishi, "Men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. Rasululloh mana shu 2 narsani berib 2 dirhamini oldi. Boyaga tilanib kelgan kishining qo'liga berib turib, "Buni bir qismiga oilangga ovqat ol, bir qismiga bolta yoki tesha olib kel" dedi. Boyaga odam qildi shu ishni. Boltamidi, teshamidi olib keldi. Rasululloh muborak qo'llari bilan uni soqlab berib, borib o'tin terib kelib sotdi. O'tin terib kelib sotdi. 15 kun ko'zimga ko'rinmadi dedi. 15 kun seni ko'rmaydi dedi. Ansoriy 15 kundan keyin keldi. Qo'lida 10 dirham pul to'plandi. Shu pulni bir qismiga kiyim sotib oldi, qolgan qismiga oziq-ovqat oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh aytdilar: "Hada khayrun laka min an tajiya al-mas'ala nuktatan fi wajhika yawm al-qiyamah." Qiyomat kunida yuzingga dog'ni keltiradigan tilamchilikdan ko'ra mana shu narsa senga yaxshiroq dedi. Tilamchilikni kasb qilayotganlar yuzi qiyomat kunida go'zsiz, yuzi dog' bo'lib keladi. Shuning uchun birovni hisobidan kun kechirishlikka odatlanib olgan odamlarni bu dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Qara, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Rasululloh mehnatga bu kishini yo'llab qo'yapti. O'g'il bolalar, yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolani qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Chunki sahobalarni qarasangiz, kunduzlari ular dunyoda ishini o'lmaydiganga qiladigan mehnatkash odamlar bo'lgan. Ammo kechalari xuddi bugun o'lib qoladigandek rohiblardek tunlarini